Hürmetli vatandaş, diksiyalarımızı davamlaştırımız. Bugün Çisak 2021 yıl 6. ayının 17. günü. Yukarı leksiyanın devamı. Şimdi de anlattırına vatandaş. NBC muhbiri Kerry Simon'a sual. Sen bilişin gerek ki Prezident Vladimir Putin qartıvatıda. Sen bilişin gerek ki nurgulluğun Uygurlar herkes mındak değişmeydi. Oxşaşlı Amerika Qoşmuş Ştatları Cungonu ayıplap, Cungo burayında Uygurlarga qırğınçılık siyasi yürgüzüp atıdı dedi. Amerika Qoşmuş Ştatlarının devlet işler katibi Cungonu ayıplap, Cungo Uygurlarga ırkı qırğınçılık siyasi yürgüzüp atıdı dep körsetdi. Bazı ayıplaşlarda 1 milyondan artık Uygur yığıpeleş lagerlarga nazarband qılındı. Dedi, sen o yerde bir mesele çıqqanlığına es qilmadın mı? Prezident Vladimir Putin qo'yilayotgan sual Amerikalik muxbir. Cevap. Prezident Vladimir Putinning javobi. Bu meselelerni eng yaxshi siz Jungoning tashqi ishlar ministri yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasidan so'rab boqqaningiz tuzak. NBC muhbiri Chris Simon'a. Bu mesele bo'yicha muhimi sening, yani Prezident Vladimir Putinning Jungoni tanqid qilishga tayyorlik bormi yo'q? Shuni qarash kerak. Diqqat qildingizmi vatandoshim? Eng oxirgi jumlaga diqqat qilingizmi, nima deydi? Bu masalada muhimi, Uyg'ur masalasida muhimi. Muxbir da'vatida Amerikalik muxbir. Amerikalik muxbirlarni hikoya yozuvchi deb atagan uyg'uraklar diqqati. Muxbirlar hikoya yozamdiki, dunyoning davlatning siyosatini ushlab turamdiki, ahmoq, savadsiz qarqo'saqlar diqqat qilaymi? NBC'ning muxbiri Chris Simon'a. Bu mesele bo'yicha muhimi sening, ya'ni Prezident Vladimir Putinning Jungoni tanqid qilishga tayyorligi bormi yo'q, shuni qarash kerak. Bu yerda gapning ma'nosi Uyg'ur masalasi Rossiyaga bog'liq, ko'tarib chiqa olamsiz yo'q. Uyg'ur masalasida Jungoni tanqid qila olamsiz yo'q. Yoki Uyg'ur masalasida Amerika bilan hamkorlashamsiz yo'q. Mushu savollar yoshurun bishorat xarakterlik Prezident Vladimir Putinning oldiga tashlanyapti vatandosh. Nima deydi? Jungoni tanqid qilishga tayyorligingiz bormi yo'q? Prezident Vladimir Putin. Şuran qarash kerak. Ben tahlil qildim jumma keyingi jumlalarni. Masalan, Jungo bexatarlik komitetida Krimiya masalasida huquqidan voz kechib bilet tashildi. Jungoning bir necha cho'ng bankisi Amerikaning Rossiyani embargo qilishiga xiloflik qildi. Sen, yani Prezident Vladimir Putin ne demoqchi? Jungoning 100% qo'llashiga Krimiya masalasida 100% qo'llashiga erishdim deb o'ylamsina? Javob. Prezident Vladimir Putinning javobi. Sen bilasan, yani muxbir ne demoqchi? Biz Jungo bilan qo'shni davlatlar, yani Jungo bilan qo'shni davlatlar. Biz kimning bizga qo'shni bo'lishini tanlab ola olmaymiz. Xuddi biz aytgandek, biz o'tgan bir necha 10 yillardan beri ikki davlat munosabatining mislsiz saviyaga yetganligidan rozi bo'lib keldik. Biz bunday munosabatni qadrlaymiz. Xuddi bizning jungolik do'stlarimiz bu xil munosabatni qadrlaganga o'xshash. Nimaga sen bizni ba'zi kishilar Jungo bilan munosabat o'rnatishga muvofiq degan shakllarning ishiga so'rab kirasan? Men rost gapimni aytsam bo'lamdi, dedi Prezident Vladimir Putin. Biz Rossiya bilan Jungo munosabatiga buzg'unchilik qilishga urinayotgan urinishlarni ko'rib turyapmiz. Biz bu urinishlarning sinab beqishlarning amaliy siyosatda yo'lga qo'yilayotganligini ko'rib turyapmiz. Sen qo'ygan savollar balki mushularga munosabatli bo'lishi kerak. Men sana mening maydonimni
Yani Prezident Vladimir Putin'nin meydanını tushundirdim, sharhlab berdim. Muşunun üzü yeterlik deb o'ylayman. Men ishonamanki, Jungo rahbarlik qatlami barliq bu masalalarni tunib yetganligiga ishonaman. Cümleden Uyg'urlar meselesini öz ichiga olgan holda barliq masalalarni tunib yetganligiga ishonaman. Gapning ostida gap bormi? Hozir bu cümleni muxbir Simon, Amerikalik muxbir Keir Simon orqali savol qo'yish orqali Vladimir Putin, Prezident Vladimir Putin bu so'zini Jungolik rahbarlarga yetkazib Diqqat qilinglar vatandoshlar. Men yana bir o'qib beraman shunimi? Anlamışsın tekrar. Men sana mening meydanimni Prezident Vladimir Putinning meydanini tushuntirib, sharhlab berdim. Muşunun o'zi yeterlik deb o'ylayman. Men ishonamanki, Jungo rahbarlik qatlami barliq bu masalalarni tunib yetganligiga ishonaman. Cümleden Uyg'urlar meselesini öz ichiga olgan holda barliq masalalarni tunib yetganligiga ishonaman. Ular Jungo rahbarlari, ya'ni Jungo rahbarlari zaruriy hal qilish loyihasini izlab topalaydi. Tushundingizmi? Uyg'ur meselesini hal qilishdan zaruriy loyihasini izlab topalaydi. Vaziyatni muqimlashtirishga kapolat qilalaydi. Uyg'uriston vaziyatini yaxshi bir holatda muqimlashtirishga kapolat qilalaydi. Mana shu jumlalarning vatandoshlar barliq Jungolikqa, jumladan Uyg'urlarga baxt yaratalaydi. Bu ochig'ini aytganda, bundaq adabiy til bilan tushuntirganda Prezident Vladimir Putin hozir bu diplomatik iboralar orqali Jungoga hozir navbatda mushu bosqichda ma'lum nisbatda uchor yetkazib o'tadi vatandoshlar. Tushundingizmi? Davomini anglaysiz. NBC'ning muxbiri Keir Simon savol. Men sizden, yani Prezident Vladimir Putin'nin Amerika Jungo to'g'risida meydanınızı bilib bakmoqchiman. Mening bir necha usul bilan savol qo'yishimga ruxsat qiling. Siz Amerikaning olam bo'shliq planidan voz kechib, Jungo bilan hamkorlashmoqchimi? Javob: Prezident Vladimir Putin'ning javobi: yo'q, nemishqa bundaq qiladi ekanmiz. Biz Amerika bilan olam bo'shlig'i jihatda hamkorlashishga tayyorlanib qo'ydik. Mening ishimda qilishcha yaqinda Amerika olam aviatsiyasi NASA idorasining mas'uli mundaq degan. Javobini anglaysiz, hurmatli vatandosh.